Biz parkka keldik. Bugun dam olish kuni bolalarni olib keldik. Oh my god. Today I'm in the Park. to What's the name? Say Globus. globes. Globes. Musa, say hi. And this Yana bitta jiyanim mana. Mustafa. Крутой мальчик. Ой, canım. Hi, Mustafa. This is my third nephew. He's not my son. He's my third nephew. This one is the second nephew. Bu ikinci jiyanim doğma. That one, the big boy, he's my first. Biz muzeyga kirdik. Ko'cha sovuqligidan. Shamol bo'lib yozib ushlagan. Sepakina teatr qilib qo'yishgan. Hatto u yotib olib ko'rsanglar bo'ladi, maza qilib. Hay, o'zbekcha nog'oraga o'xshaydi hozir. It's beautiful, right? Yes, baby. Tiffany and Queens. Bu yerda har xil toshlar ekan. Uni ko'rasizlarmi toshlar? Ko'rsatib qo'ygan eskicha nimalari. Arxivda, короче. Mana bitta qo'yib qo'yishdan toshlarni вообще не обыкновенный. Chiroyli ekan. Turga qaraydi, allambalo. Kiyimlardan yostiqlar qilib qo'yishganmi? Odamlarni kiyintirib qo'yib yotqizganda. Bu kiyimlar reklamasimi bu? Короче, eskicha modada. Pakistan ekan, qara. Pakistan. You press 2? yeah. Молодец. There's no B. Biz ikkinchi etajga chiqamiz. Which floor we going to? Second. Say 2. Ikke. Понимаю, видео. Har xil kitoblarni qo'yib qo'yishibdi. O'tirib o'qisanglar ham bo'ladi, tanishib chiqsanglar. Mana krasota. Mana jinni qilib qo'yadi bular. Mana eskicha taqinchoqlar, so'g'atlar. Qoshuvlarni qaranglar. Look at that. Wow. Qaranglar. New Yorkka. Dahshat. Krasota. Zo'r qilib qo'yishibdi lekin. Kafeteriyasiga keldik. Mana bu yerda bunaqasi narsalar sotishadi. Qaysi birini tanlash kerak? Which one I get? I don't know. This one is bananli. Banan bilan yong'oq ekan bu. Mana bu вообще g'alati. Zelenushka ichida. Yenaqa sir. Mana bunisi olaman shekilli. Chocolate. Drink water because this has a cold. Ikkita latte. Chocolate. Ana, mana modnitsa seni meni. You like chocolate milk? Asalligini qarang. You like chocolate milk? Yeah. Okay. Here we go. Oh, thank you so much. Again, thank you for being patient. Thank you. Tekinga shokoladlar berishni qaranglar ko'pligini. Yum. Nech pul deb o'ylaysizlar mana shuni? Don't you Bitta see? donasi. Liar. How much do you guys think It's this not meant for costs? you. Me, I'm strong. This costs $2 and 50 cents, I think. $2.50 bitta shuni o'zi. Kichkinaligini qaranglar. I love the man. Kofe qancha bo'ldi? 18 so'm. $18 ikkitasi? Bitta kofe bilan o'sha mana bunaqa chiqadi. Wow. No, you cannot have this. Ah. No, only 4 pieces each.
Biz ikkita olishimiz kerak. Menda ikkita bola, sinimda ikkita bola. Tak, o'g'limni, ikkita jiyanimni tashladik-da. Yana uyga bozorlik qilishga ketdik. Mana kichkina jiyanimni olib, uyqusi kelgan bolam. Tez bozorlik qilib uyga. Qizlar kim nima deydi sizlarga bilmadim-ku. Eng zo'r kollagen mana shu. Men necha yildan beri ichaman. Shunaqa foydasi zo'r. Har doim shunaqa kattasidan olaman. Mana. Dahshat. $30 turadi. Ko'p ketadi menga bu. Foydasini sразу ko'rasizlar-da, sochingizga, suyagingizga, tirnoqingizga, anaqa telingizga вообще zo'r. Silliq qilib qo'yadi, ham dahshat. Sochlarni qalin o'stiradi. Mayda sochim rosa o'sib ketgan ma'na bor-ku. Peshanamga tushib ketaveradi uchib. Mana kofe qilamiz hozir. Decaf degani, kofeini kam degani. Men har doim shunaqa ichaman. Bolamga zarar bo'lmasin deb. Ikkita qoshiq bundan solamiz. Keyin kollagendan. Bitta katta qoshiqda shuncha solamiz. Aralashtiramiz. Men shakar solmayman kofega. Nimaga shakar solmayman deganimni endi tushungansiz-da.